va nihoyat qiyomat kuni boshlandi. Endi dunyo ham, butun koinot ham o'zimiz bilgan shaklda emas. Butun borliq asta-sekin vayron bo'lmoqda. Insonlar nima qilishlarini bilmay, bir-birlariga qarab qolishmoqda. Hayrat va ojizlik ichida nima bo'layotganini tushunishga urinmoqdalar. Bu oddiy zilzila emas. Bundan ancha dahshatliroq hodisa. Tog'lar ildizidan qo'porilib ketmoqda, dengizlar g'azab bilan qaynamoqda. Osmondan yulduzlar birin-ketin tushmoqda. Insonlar qichqiriqlar ichida u yoqdan bu yoqqa yugurmoqdalar. Ammo qochishning aslo foydasi yo'q. Chunki imtihon maydoni yopilmoqda. Birin-ketin yiqilib insonlar jon bermoqda. Chunki ular qiyomat kunidalar. Qur'onda bu manzara shunday ta'riflanadi: surga bir marta puflanganda, yer va tog'lar ko'tarilib, bir-biriga qattiq urilganda, ana o'sha kuni bo'lishi kerak bo'lgan hodisa sodir bo'ladi. Samo yoriladi va o'sha kuni u ham zaiflashib, parchalanishga yuz tutadi. Yana boshqa oyatda yer va tog'lar qattiq silkingan, tog'lar qora qum uyumiga aylangan kuni. Qog'oz varaqlarini yig'ib qo'ygandek osmonni yig'ib o'rab qo'yamiz. Uni birinchi bor yaratganimiz kabi o'sha holga keltiramiz. Yosh bolalarni oqsoch qariyaga aylantirgan kunning dahshatidan o'zingizni qanday saqlaysiz? Hatto osmonning o'zi ham shu kunda yorilib ketadi. Allohning va'dasi shubhasizdir. Bu oyatlar qiyomatning hech bir kunga o'xshamasligini, ko'rib turgan bu olamning ham o'z o'lim kuni borligini ochiq ko'rsatadi. Qandayki, har bir insonning o'limi bo'lsa, koinotning ham o'z ajal vaqti bor. Qur'onda qiyomatni anglatadigan manzaralar yana shunday keltiriladi. Quyosh o'ralib o'chirilganda, yulduzlar xiralashib so'nganda, tog'lar yurib kelganda, yovvoyi hayvonlarning barchasi bir joyga to'planganda, dengizlar qaynab toshganda, savol tug'iladi: bu dahshatli kunga qanchalik vaqt qoldi? 10 yilmi, 100 yilmi, 200 yilmi yoki undan ham ko'pmi? Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qiyomatdan oldin ayrim belgilar chiqishini xabar qilganlar. Ba'zilari kichik alomatlar, ba'zilari esa katta alomatlardir. Shunday qilib, avval kichik alomatlarining ba'zilarini, so'ngra katta alomatlarni zikr qilamiz. Keyin esa o'zingiz qiyomatga qanchalik yaqin qolganini o'ylab ko'ring. Qiyomatning yaqinlashganining birinchi alomati payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi va sallamning dunyoga kelishidir. Yana bir alomat Qur'onning qadriyat sifatida unut bo'lishidir. Haqiqatan ham atrofimizga qarasak, dunyo ishlari bilan band bo'lib, Qur'on o'qishga vaqt topa olmayotgan odamlar ko'p.
ishdan vaqt topolmadim. Bolaligimda Qur'on kursiga borgan edim. Shundan beri ochmaganman. Balki sen ham shular qatoridansan. Yana bir alomat namozning tashlab qo'yilishi. Buni tushunish uchun ishxonamizda, maktabimizda yoki do'stlar davrasida atrofga qarash kifoya. Do'stlar, kim men bilan namozga keladi? Qiyomat yaqinlashganda namoz o'qiydigan insonlarning soni keskin kamayadi. Yana bir alomat masjidlarga ortiqcha ziynat to'ldiriladi, lekin ibodatning o'zi unut bo'ladi. Yana bir alomat malhama-i kubro, ya'ni ulkan urushning chiqishi. Bu jang qaysi urushga ishora qilishi yoki allaqachon bo'lib o'tganmi, hali bo'lganmi, ulamolar turlicha sharhlagan. Ammo so'nggi davrlarda ketma-ket bo'layotgan katta urushlar va yangi urush haqida ko'p gapirilishi qiyomatning yaqinlashayotganidan dalolat beradi. Kichik alomatlarini tezda sanab o'tamiz. Allohga va iymon asoslariga ishonuvchilar soni kamayadi. Omonatga xiyonatlar ko'payadi. Foiz keng tarqaladi. Savdo-sotiqda halollik yo'qoladi. G'iybat, yolg'on ko'payadi. Zino va ichkilik keng tarqaladi. Sharoblar turli nomlar bilan chiqariladi. Ba'zilari halol deb e'lon qilinadi. Ochiq-sochiqlik va odobsizlik ommalashadi. Uyatsizlik ortadi. Erkaklar bilan, ayollar bilan qanoatlanadi. Qarindoshlik rishtalari uziladi. Kattalar kichiklarga rahm qilmaydi. Ajralishlar va nikohsiz farzandlar ko'payadi. Jihod va da'vat ishlari tark etiladi. Faqat dunyoviy ilmlar o'rganiladi. Tabiat munozanati buziladi. Butun dunyo bo'ylab suv toshqinlari, zilzilalar, yong'inlar ortadi. Ma'danlar tugab boradi, qotilliklar ko'payadi. Juda baland binolar quriladi. Qadar va oxirat kuni inkor qilinadi. Siz ham ko'rib turganingizdek, kichik qiyomatning alomatlari deyarli barchasi bugun bizning davrimizda ko'z oldimizda yuz bermoqda. Bu belgilar insoniyatning endi so'nggi bosqichga kirib qolganini yaqqol ko'rsatmoqda. Endi navbat qiyomatning katta alomatlariga keldi. Ulardan biri Dabbatul Arzning chiqishidir. Qochinglar, nimalar bo'lyapti? Dabbatul Arz qiyomat yaqinlashganida paydo bo'ladigan bir maxluqning nomidir. Bu qanday jonzot bo'lishi borasida turli xil talqinlar mavjud. Dabba so'zi yerda yuradigan tirik jonzot. Shundan tushunamizki, u yerdan chiqib insonlarga balo bo'lib yuborilgan bir mavjudotdir. Bu balki bir virus bo'lishi mumkin. Balki daraxtni kemirib yurgan qurt kabi bir mavjudot. Biz bilmaymiz. Aslini faqat Alloh biladi. Qur'onda dabba so'zi 10 joyda tilga olingan bo'lib, odatda hayvonlar, ba'zan hasharotlar uchun ishlatiladi. Bir oyatda shunday deyiladi: Qiyomat yaqinlashib, ularga va'da qilingan kun kelganida biz ular uchun yerdan bir dabba, jonli mavjudot chiqaramiz. U ularga odamlar oyatlarimizga qat'iy ishonmaganlarini gapiradi. Bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: Qiyomat alomatlarining biri quyoshning g'arbdan chiqishi va choshgoh paytida Dabbatul Arzning paydo bo'lishidir. Qay biri oldin chiqsa, keyingisi ham tezda ergashadi. Ulamolar tarifida buyuk islom olimi Bediüzzaman Said Nusriy dabbani bir jonzot emas, balki bir tur sifatida talqin qilgan.
Unga ko'ra Dabbatul Arz Qur'onda Saba surasi 14-oyatda zikr qilingan Sulaymon alayhissalomning tayog'ini kemirgan daraxt xuddiga o'xshash bo'lishi mumkin. Ya'ni dabba ham insonning a'zolari va jismlariga kirib, ularni ichdan yemiradigan bir balo bo'lish ehtimolidan xoli emas. Boshqa buyuk alomatlardan biri esa Yajuj va Majujning chiqishidir. Rivoyatga ko'ra, Zulqarnayn shimoldagi tog'li hududga safar qilganida Yajuj va Majujdan shikoyat qilgan bir xalq bilan uchrashadi. Ular deydilar: "Bizni Yajuj va Majuj balosidan himoya qiladigan devor qurib bersang, senga haq to'laymiz." Shunda Zulqarnayn devor qurib beradi. Devor bitgach, Yajuj va Majuj undan hatto kichik bir teshik ham ocha olmaydilar. Zulqarnayn esa bu devor faqat Alloh belgilagan vaqti kelganda buziladi deydi. Bu ham qiyomat alomatlarining biridir. Ba'zi olimlarning fikricha, bu qavm Manjur va Mo'g'ullar bo'lishi mumkin. Qiyomatga yaqin yana ularning o'tmishdagi zulmlariga o'xshash buzg'unchiliklar qiluvchi bir qavm chiqadi. Ammo aslini faqat Alloh biladi. Yana bir alomat Dajjolning chiqishidir. Hadislarda Dajjolning chiqishi dunyodagi eng qo'rqinchli voqealardan biri sifatida ta'riflangan. U yolg'onchi, hiylakor, yaxshilik bilan yomonlikni, haq bilan botilni ataylab aralashtiradigan shaxs sifatida tasvirlangan. Bir hadisda ularning soni 30 taga yetishini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berganlar. Ammo oxiri zamonning ikkita dajjoli boshqacha bo'ladi. Islom dajjoli Sufyon. Rivoyatlarga ko'ra musulmonlar orasidan chiqadi, ammo ikkiyuzlamachilik bilan kufrni, gunohlarni yoyadi va odamlarni abadiy baxtdan mahrum qilishga urinadi. Katta dajjol butun insoniyatni shirkka chaqiruvchi, odamlarning iymonini o'g'irlaydigan eng xavfli fitna. Keyingi katta alomatlaridan yana biri Mahdiyning kelishidir. Mahdiy Alloh tomonidan to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan, insonlarni Allohga yetaklaydigan shaxs sifatida ta'riflanadi. U iymonsizlikka g'arq bo'lganlarni, iymonida shubha va ikkilanib qolganlarni zulmatdan chiqaradi va Dajjol hamda Sufyonning xavfidan qutqaradi. Hadis rivoyatlarida oxirgi zamonda Iso alayhissalom yer yuziga tushishi va islom hukumatini tatbiq qilishi aytiladi. Mahdiy kelgach, Iso alayhissalom adolatli hakam va boshqaruvchi sifatida osmondan tushadi, xochini sindiradi, cho'chqani yo'q qiladi, insoniyatga moliyaviy adolat olib keladi. Iso alayhissalom Mahdiyning ortida turib namoz o'qiydi, unga yordam beradi. Nihoyat Mahdiy bilan birgalikda Dajjal va uning fitnasini tugatadi, Dajjolni o'ldiradi. Qiyomatning katta alomatlaridan yana biri Duxan, ya'ni tuman. Qiyomat yaqinlashganda osmondan yer yuziga tushadi, butun dunyoni qoplaydi va bu 40 kun davom etadi. Yana bir alomat quyoshning g'arbdan chiqishi. Buni
ko'rgan odamlar dunyoning oxiri kelganini aniq tushunadilar. Ammo endi tavba va imtihon eshiklari yopilgan bo'ladi. Shuning uchun bu ularga foyda bermaydi. Bu eng katta alomatlaridan biridir. Ammo biz unutayotgan bir haqiqat bor. Asl qiyomat bu insonning o'z o'limidir. Shuning uchun biz e'tiborimizni eng avvalo shaxsiy qiyomatimizga, o'zimizning o'limga tayyorligimizga qaratilishi kerak. Agar Allohga bo'lgan iymonimiz kuchli bo'lsa, katta qiyomat paytida ham biz qabrdan turib, bu manzaralarni, Allohning qudratini tafakkur qilib, hayrat bilan tomosha qilamiz. Muhimi esa hozirdan ibrat olib, amaliy hayotimizni tuzatishdir. Ular qiyomatning o'zlariga to'satdan kelishini kutmoqdalarmi? Holbuki uning belgilaridan ko'plari allaqachon kelib bo'ldi. Qiyomat kelgach, endi ularning ibrat olishlaridan qanday foyda bo'ladi? Qiyomat uzil-kesil boshlangach, Alloh barcha mavjudotlarini, hatto farishtalarni ham jonini oladi. So'ngra yangi bir yaratilish boshlanadi. Endi esa mahshar maydonida barcha insonlar qayta tiriladi. Ushbu bosqichda odamlarni yanada dahshatli va og'ir jarayonlar kutmoqda, chunki mahshar maydonidalar. Keyingi videoda mahshar maydoni qismida ko'rishguncha